Yüzde zülfün anbarafşon aylagach, shamirafshonroq bo'lur torin parishon aylagach, yuzin gullardan bezabmu bizni qurbon aylading, yo yuzingga tegdi qonlar bizni qurbon aylagach, jonga qo'yg'och naqdi ishqing qildi ko'nglimni halok, o'ltirur mahramni sulton ganji pinhon aylagach, ey Navoiy ishq agar ko'nglimni majruh etmadi, bas nedur kim qon kelur og'zingdan afg'on aylagach. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. O'sh shahridagi 8-gimnaziya maktabi qoshida ochilgan yosh jurnalistlar to'garagi a'zolari Mir Alisher Navoiyning 580 yilligi munosabati bilan maxsus reportaj tayyorlashgan. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Zafar gazetasidanman. Biz ko'rib turibsizlar, Alisher Navoiyning 580 yilligi munosabati bilan hamma maktablarda tadbirlar ko'rilmoqda. Sizlarning maktabingizda ham tadbir bo'lyaptimi? Albatta, bizning maktabimizda ham Alisher Navoiyning tavallud topgan kuniga tadbirlar, sahna ko'rinishlar o'tkazilmoqda. Siz ham tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Nima tayyorladingiz? Albatta, men ham tayyorgarlik ko'rdim. Ruboiy yodlaganman. Mumkin bo'lsa aytib beraman. Aytib bering. Jonim dog'ajim ikki xolinga fido, andin so'ng alif toza niholinga fido, nunni dog'i anbarin hilolinga fido, qolgan ikki nuqta ikki xolinga fido. Gar oshiq esang zebu takallufni unut, yaxshi-yu yomon ishda taxallufni unut, o'tgan gar erur yomon ta'sufni unut, kelgan gar erur yaxshi tasarrufni unut. Rahmat. Mumkinmi sizga savol bilan qayrilsam? Mayli. Alisher Navoiyning asl ismi nima? Hazrat Alisher Navoiyning asl ismi Nizomiddin Mir Alisher bo'lib, Nizomiddin so'zi qonun, tartib ma'nosida, Mir so'zi esa amir, ya'ni ulug'likka daxldordir. Sizga juda ham katta rahmat. Tadbirni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat. Kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulrov kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chekdim-u chiqdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga yo'l, ul sho'xi badxo kelmadi. Ul parivash hajridan kim yig'ladim devona bor. Kimsa bormu kim oni ko'rganda kulgu kelmadi. Tolibi sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam, ma'shuki o'tirib kelmadi. Ey Navoiy boda birla, xurram et ko'ngil o'yin, ne uchun kim boda kelgan, o'yga qayg'u kelmadi. Assalomu alaykum. Men Zafar gazetasi muxbiriman. Assalomu alaykum, tanishganimdan xursandman.
Maylimi sizga savol bilan murojaat qilsam? Albatta. Alisher Navoiyning yaqin do'sti kim va unga bag'ishlab yozgan asarining nomini ayting. Alisher Navoiyning yaqin do'sti Husayn Bayqaro bo'lib, unga Hiloliya asarini yozgan. Sizga kattakon rahmat. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Men Zafar gazetasi muxbiriman. Assalomu alaykum. Maylimi sizga savol bilan murojaat qilsam? Mayli. Alisher Navoiyning saxovati va muruvvati haqida nimalarni bilasiz? Alisher Navoiy o'z davrida davlat arbobi sifatida ko'p xayrli ishlar qilgan. Uning xayrli ishlaridan 80 kilometrlik kanallar qazdirgani, yosh shoirlarga homiylik qilgani va yil davomida 2600 ta kiyim boshni bepul tarqatganligi tarix kitoblarida yozilgan. Rahmat. Alisher Navoiyning 580 yilligi munosabati bilan tadbirlar o'tkazilyapti. Siz ham tadbirlarga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? G'azallar yodlayapsizmi? Albatta, tayyorgarlik ko'ryapman. Maylimi ulardan bir parchasini bizga aytib bersangiz. Mayli. Kamol et kasbkim olam uyidin, sanga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq. Jahondan notamom o'tmoq beayniq, erur hammomdan nopok chiqmoq. Sizga kattakon rahmat. Tadbirlaringizni yaxshi o'tkazib olinglar. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Men Zafar gazetasi muxbiriman. Assalomu alaykum. Alisher Navoiyning 580 yilligi munosabati bilan tadbirlar o'tkazilyapti. Sizlar ham shu tadbirga tayyorlanib g'azal yoki ruboiy yodlayapsizlarmi? Albatta, biz ruboiylarni yodlayapmiz. Mumkin bo'lsa, g'azal yoki ruboiyni bir parchasini aytib bering. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish, oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, bulbulg'a tutganday oshyon bo'lmas emish. Kim ko'rdi ekan jahonda oyoq shluq, to bir kishi aylagay tamanno xushluq, 100 yilda agar bir o'lsa paydo xushluq, omondadir yonida 100 noxushluq. Bu O'sh shahridagi 8-gimnaziya maktabi qoshida ochilgan yosh jurnalistlar to'garagi a'zolari tomonidan tayyorlangan maxsus reportaj edi. E'tiboringiz uchun rahmat.